Trenajyor matkani ko'tarishga yordam beradimi? Ha, yordam beradi. Deylik, buni qin ichiga kirgizgandan keyin bu qin ichida mashq bilan birga harakatlanadi. Va mana shu harakatlanish vaqtida, deylik, mana bu matka tushgan bo'lsa, mana shu matka ko'tariladi. Agar sizda bo'tda tushib turgan bo'lsa, toza osti mushaklaringiz bo'shab turgan bo'lsa, siqishga xalaqit beryapti, chunki mana bu og'irligi bor tepadan-da. Bu xalaqit qilyapti. Biz buni ko'tarib turganda, ya'ni trenajyor bilan buni ko'tarib turgan vaqtimizda biz toza osti mushaklarimizni mustahkamlab olamiz. Mana shu uchun ham bizga trenajyor juda ham muhim narsa va eng zo'ri ham albatta trenajyor bo'ladi. Biz buni ko'ryapsizlar, takomillashtirganmiz. Mana bu yerda G harfchasi bor. Mana bu hammasi meditsinskiy plastikdan tayyorlangan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu o'rtalari ham juda ham zo'r. Buni qanaqa ishlatilishi kursda o'rgatiladi.